Qadimgi Yunoniston urushni shon-shuhrat emas, balki xavf va tartibsizlik bilan tushuntirgan sivilizatsiya edi. Bu yerda urush g'alaba ramzi emas, balki halokat va insoniy zaiflik sinovi sifatida qaralgan. Yunonlar urush va qonli to'qnashuvlar timsoli sifatida Arisga ishonishgan. U urush, zo'ravonlik va g'azab ma'budi edi. Aris jang maydonining tartibsizligini, qo'rquv va qahrni ifodalagan. U strategiya emas, balki beomon kuch, keskinlik ramzi bo'lgan. Gomer Arisni insonlar uchun eng yoqimsiz ma'bud deb ta'riflagan. Chunki u adolat uchun emas, jangning o'zi uchun jang qilardi. Aris ko'pincha g'alaba keltiruvchi ma'bud sifatida emas, balki urushning vayronkor oqibatlari sifatida tasvirlangan. Hatto Zeus ham uni nazorat qilinmagan g'azab deb bilgan. Qadimgi Yunonlar uchun urush ulug'lanadigan holat emas edi. U Aris qiyofasida keladigan halokat sifatida qaralgan. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling.